2026 Matiz avtomobili shahar hayoti uchun ideal ixcham transport vositasi bo'lib, u o'zining ixcham o'lchamlari avtomobil bozoridagi ko'plab raqobatchilardan ajralib turadi. Bu mashina juda ko'p xaridorlar e'tiborini tortadi, chunki u kundalik hayotda foydalanishga juda qulay, tejamkor va ishonchli yechimdir. Matiz 2026 modeli tashqi ko'rinishda zamonaviy chiziqlar, silliq siluet va nafosat bilan ajralib turadi. Uning kichik o'lchamlari shaharda tor ko'chalarda bemalol harakatlanish imkonini beradi va parkovka qilish juda osondir. Bu ayniqsa shaharda harakatlanadigan haydovchilar uchun juda muhimdir. Xenon faralar va chiroyli radiator panjarasi avtomobilga joziba qo'shadi va yo'lga chiqqaningizda ishonch hissini beradi. Salonda sizni juda qulay va funksional ichki makon kutadi. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tikilgan bo'lib, uzoq yo'l davomida ham qulaylikni saqlaydi. Salon ichidagi konsol intuitiv tarzda joylashgan bo'lib, barcha boshqaruv elementlari haydovchiga qulay yetib boradi. Matiz 2026 modeli multimedia tizimi bilan jihozlangan bo'lib, u orqali Bluetooth orqali telefonlarni ulash mumkin va sevimli musiqalarni tinglash juda oson. U sportlar, telefonlar va boshqa qurilmalarni zaryadlash imkonini beradi. Havoni konditsioner orqali boshqarish tizimi salon ichida haroratni istalgan darajada ushlab turadi. 2026 Matiz dvigateli samarali va yoqilgi sarfi past bo'lib, bu uning kundalik foydalanish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu avtomatik uzatma qutisi bilan birga shahar tirbandliklarida tez va silliq harakatni ta'minlaydi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yutib yo'l bo'ylab farovonlikni oshiradi va silliq boshqaruvni ta'minlaydi. Bu model shaharda bemalol harakatlanadi va uzoq yo'l bo'ylab ham yoqimli tajriba beradi. Xavfsizlik bo'yicha Matiz Apps tizimi barqarorlik nazorati old va yon havo yostiqlari bilan jihozlangan bo'lib, bu yo'l harakatida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Orqa parkovka datchiklari tor joylarda to'xtashni juda osonlashtiradi. Shovqinni izolyatsiya qilish darajasi ham yuqori bo'lib, salon ichida jimlikni ta'minlaydi. Bagaj bo'limi yetarlicha joy ajratilgan bo'lib, do'kondan xarid qilingan buyumlar yoki kichik sumkalarni sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini kengaytirish mumkin. Videoni tomosha qilayotganda Matizning barcha afzalliklarini diqqat bilan kuzating va o'zingiz uchun to'g'ri qaror qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida eng dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni yozing. Matiz 2026 sizning kundalik hayotingizda ishonchli hamroh bo'ladi.